Assalomu alaykum. Men Nizomiddinov Amriddin. 2021-yili Portugaliyaga kirib kelganman. 2024-yil Samarqandga borib, oilamga turistik viza qildirib, Portugaliyaga olib keldim. Olib kelganimdan so'ng qolgan ma'lumot, dokumentlarga Apo immigranti jamoasi bizlarga yordam berdi, dokumentlarimizni to'g'rilab berdilar. Mana bugun reagrupamento familiarga topshirib chiqdik. AIMAga inshaalloh rezidensiyalarni kutyapmiz. Apo immigranti agentligi haqida qayerdan eshitgansiz oldin? Apo immigranti haqida shu sotsial sayt, Instagram, Facebook shunaqa tarmoqlar orqali ko'rib. Oila birlashtirish jarayonini boshlashda sizda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan oldin? Qiyinchilik, qanaqa dokumentlar, qanaqa hujjatlar kerak ekanligini bilmaganmiz. Mana bu oldin sayf edi, hozir AIMA bo'lgan, har xil qonunlar, kundan kunga, yildan yilga yangi qonunlar chiqyapti. Endi biz xabarimiz yo'q bu narsadan, baribir shu ishni qilib yurganlar yaxshi bilishadi deb, shu uchun Apo immigranti jamoasini tanlaganmiz, agentlikka kelganmiz. Qanaqa yordam berishdi bu Dilnoza Israilova Apo immigranti agentligi? Birinchi yordam ayolimga NIS nomeri olib berdilar. Keyin hujjatlarni menga aytdilar, o'sha hujjatlarni tayyorlab keldim. Keyin onlayn ro'yxatdan o'tkazdilar. Reagrupamento familiar uchun ro'yxatdan o'tkazdilar. 8 oymi 9 oy kutdik. 8 oymi 9 oydan keyin markasam keldi. Bugun borib topshirib chiqdik, alhamdulillah. Mana bugun Apo immigranti jamoasiga rahmat deyman. Qanaqa his bo'ldi AIMAga topshirib chiqqaningizdan keyin hujjatlarni? Sizni qoniqtirdimi? Albatta qoniqtirdi. O'sha hislaringiz haqida aytib bering-da. Baribir dokument bo'lsa yaxshi-da, baribir. Yaxshi, xizmatlari a'lo darajada. Men masalan tavsiya etaman. Apo immigrantga, shu Dilnoza Israilova jamoasiga qanaqa tilaklaringiz bor? Shu tilaklaringiz bilan ham bo'lishing. Bundan ham baland cho'qqilarga erishsinlar. Ishlariga omad. Biz oilaviy juda ham minnatdormiz bu kishidan, Apo immigranti jamoasidan. Hammaga tavsiya etaman, kelinglar. Konsultatsiya beryaptilar, har juma bepul konsultatsiya beryaptilar menimcha. Ko'rib borsanglar Instagram, Facebook sahifalarini. Bepul konsultatsiyalar bor. Agar boshqa kunga to'g'ri kelsa, yozdirib konsultatsiya olishingiz mumkin. Baribir konsultatsiyasiz bo'lmaydi. Konsultatsiya olinglar, ishlaringiz yana osonroq va tezroq aniq bitadi. Sizlarga tavsiya qilaman va Apo immigranti jamoasiga juda ham minnatdorman. Rahmat.